yo Rasululloh, bu xitob qanchalar yoqimli, qanchalar totli. Ushbu xitobni tilga olganda inson o'zini bexos sahobalar qatorida his qiladi. Sahoba ikromlar bu iborani yo Rasululloh degan so'zni yurak to'la muhabbat bilan, butun vujudlari bilan, ba'zan ko'zlaridan oqqan mehr to'la yoshlari bilan, siz zoti bobarakotning ro'parangingizda turib aytishar edi. Men ularning safida bo'lish baxtiga musharraf etilmagan esamda, shukrki bugun ravzangizda turib sizga bevosita ushbu nido bilan murojaat qilish sharafiga musharraf bo'lib turibman.